ko'pchilik obunachilaringiz ko'proq sizni daromadingizni hisoblashadi, ko'rishadi-da. Buni orqasida qanaqa stresslar bor, qanaqa mashaqqatlar bor? Unaqalar ham bormi? Masalan, e'tiborsiz ekranga faqat men chiroyli narsani ko'rsataman deyapsiz. Ichida bormi ani qiyin mashaqqatlarni, blogerlikni mashaqqatlari, blogerlikni stresslari ham bormi? Yo, prosta oson pul topiladimi? Okay, 32 yoshimdan keyin men blogerlikni boshlaganman. O'zi blogerlik ham o'zi shu payt, shu davrga to'g'ri kelib qolgan. Biz birinchilardan bo'lganmiz. U bozor bo'm-bo'sh edi-da. Va shu bozorda chuqurroq o'rganganmiz, aka. To'g'risini aytaman, qo'pol qilib aytganda, pulga zor bo'lgan paytda bo'ladi bunaqa narsalar. Shunaqa. Pulingiz bo'lmagandan keyin nimadandir pul topish harakatida bo'lasiz-ku. Mana shu bozor bo'sh bo'lgan. Shunga chuqurroq kirganda ham rosa chuqur kirganmiz-da. Va shuni aytdim-ku, yoshligimdan sahnadan uyalmaganman, chiqib urganmiz. Shu narsa qo'l kelgan va qilib ko'rishga menda xohish bo'lgan va qilib ko'rurganman, zarar bo'lmaydi-ku deganman. Qilsam qildim, qilmasam nima yo'qotaman degan ma'noda qilganmiz va to'g'risini aytaman, mana 7-8 yil bo'lib qopti уже. Ancha vaqt o'tib qopti. Rezultatlari yomon emas deb o'ylayman. Yo'nalishlar o'zgarib ketgandir. Alloh o'zi yo'nalishlarni ham ko'rsatib beradi. Afsuslanmayman qilgan ishlarimdan. Mashaqqat bo'lganmi desangiz, bu mashaqqat bu 7-8 yillik mashaqqat emas-da. 32 yoshimgacha bo'lgan mashaqqat-da bu. Tegini olib qarasa. 32 yil davomida har xil ishlarni qilib ko'rasiz-ku, bo'lmaydi-yu, yemaydi-yu, bo'ladi-ku. Hamma mana ko'p ukalarimiz bor, nimadir ish qilyapti, o'xshamayapti, lekin o'xshashigacha kira qilib ko'radi orada. Doimiy nimadir tirikchilik qilib turish kerak oilani boqib. Bu oila boqish shunaqa narsaki, siz nimadir qilmoqchisizda, nimadir qilishga fokusni qarata olmaysizda. Chunki bu yoqda oila och qolmasligi uchun ham oilani ham ta'minotini qilishingiz kerak parallelni. Ularni boqishdan tashqari keyin bu yoqda kelajagiga nimadir fokus qaratish azob narsa-da. Buni ukalarimiz bilishadi. O'sha narsalar bizani boshimizdan o'tgan. Mana hozir misol uchun to'g'ri aytganda oson pul topgandek ko'rinadi odamlarga. Yo'q, uni orqasida katta mehnat bor. Sizda ham xuddi shu narsa, aka. Men bilaman, siz ham noldan boshlagansiz. Siz hozir adezdan qolgan biznes emas-da. Shunaqa. Sizniki ham, mana bizaniki ham unaqa emas. Prosta bitta katta fishkasi bor, ota-onamiz duosini olganmiz. Shunaqa. Ota-onamiz duo qilganki, shunaqa duo qilganki, bizga ulardan nimadir boylik qolish shart emas. Duosini o'zi bilan uncha-munchasini biz o'radigan bir biznes egasi bo'lib qolishimiz mumkin. Allohga onson. Shunaqa. Qachondir vaziyat bo'lganmi? Mas blogerlikni tashlab yuboraman, bo'ldi, kerak emas, to'xtataman degan vaziyatlaringizga tushib qoldingizmi? Qiyinchiliklarga shunaqa bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Bo'lmadi. Nega bilasizmi? Mani hozir boshqa ishim yo'q-da. Bu aytdim-ku, mabodo Instagram, YouTube'lar, svet degan narsalar, elektrичество degan narsalar bir kunda yo'q bo'lib qolsa nima qilasiz dedingiz-ku? Qo'y boqaman dedim-ku. Men qo'y boqim kelmayapti-da hozir. Jilani yo'q. Endi eng force soch bo'ldi, sizdan hamma hayf qilib tashadi yoki butun obunachilaringiz отписка bo'lib ketdi. Shunaqa holatlar bo'ldi. Sinovlar keldi-ku. O'sha sinovlardan pozitiv chiqib ketishga harakat qildingiz. Lekin baribir odam ichida ustingiz kulgan bo'lsa ham, men bilaman-da, siz ham yaqindan bilaman. Ich odamni tashqariga ko'rsatmaydi-da. Ko'proq kulgan odamni ko'p dardi bo'ladi deydi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Zarbani yaxshisi bo'ldi, tan olaman, lekin chiqib ketishni o'ylamadim, aka. Men chunki bu ishimni yaxshi ko'raman-da. Menga blog yurg'izish kayf beradi. Men zerikib qolsam nimadir olishim kerak. Shu zerikkan paytimda shu nimadir olishim kerak degan narsa menga kayf beradi, aka. Dopamin deydimi, nima deydi? Energiya beradi. Energiya beradi, aka. Shuning uchun hech qachon o'ylagandirman tashlashni. Keyin nima qilaman deyman-da. Keyin nima qilaman? Keyin nima qilaman? Men o'ylaganman, misol uchun, keyin sizga o'xshagan biznesmen bo'laman. Misol uchun, deylik, qo'limga bitta katta pul tushib qoldi, misol uchun. Katta pul tushib qoldi-da, deylik, keling, $10 million pulim bor. Sizga o'xshagan biznesmenga aytaman-da, aka, men qarochi ishlamayman, investor bo'laman sizga. Misol uchun, sizni biznesingizga 50 yillik kirib kelaman. Mana sizga $10 million. Menga shu dividendlar yechib berib tursangiz bo'ldi. Misol uchun bo'ladi-ku, shunaqa biznesmen aksiyalarni sotib olishi mumkin. Misol uchun Tesla'nikini, Apple'nikini masalan. Dunyo kezib aylanib yursam bo'ladi, lekin o'ylaganman uni ham. Xo'p, keyinchi deyman-da. Zerikib ketaman-ku, nimadir qilishim kerak-ku. O'shanaqa bo'lsa ham bar blog yurg'izardim. Bitta farqi nimada desangiz, farqi reklamaga pul olmasdim. Bepulga qilardim yoki-da kontent uchun qilardim. Bizaniki hozir tirikchilik-ku bu.
bizlarni blogerligimiz bu tirikchiligimiz bizlarni.